Chunki ota-onasining tarbiyasi bilan cho'ng bo'lmagan yoki ota-onasidan ulgu olmagan bolalar ko'cha tarbiyasi bilan o'sadi. Ko'cha tarbiyasi bilan o'sadi, o'zlariga jamiyatdashqanlarini, lukchaklarini, san'atchi, kino cho'lponlarini, futbol mahirlarini ulgu qildi chog'da. Chunki biz güzel ulguni biz ko'rsatib bermaganda u nimani ulgu qildi? Biz buni naydi jiq anglagan masalan ballardan, masalan kichik ballardan shundaq futbol mahirlarining ismlarini deb berdi, shunda deb berdi. Nurg'un insonlar mana naqshichi cho'lponlarning ismlarini deb berdi, shunda deb berdi. Ammo ulamolarning, sahobalarningki hatta Rasulullahning qancha balasi bor, qancha qiz, qancha o'g'li bor desa deb bermaydi nurg'un odam. O'ylab boqaylar. Bizning ulgi nega ketdi? Ulgulik rol nega ketdi endi? Her qanday bir ota-ona, her qanday bir muallim, her qanday bir ulama o'ylab beqish kerak masalan. İnsanlar nerede yürüyatdı, nima ish qilyapti masalan. Biz bolalardan so'rab boqaylik masalan, shu normaldagi ko'chadagi bolalardan masalan. Nurg'un bolalar mushundaq chambashchilarningki futbol mahirlarini, kino artistlarini masalan, Ertuğrul'a o'xshash masalan, kino artistlarini, nurg'unlarni yada deb beraydi. Ama Resulullah'ın sahabelerini sorsa, Resulullah'ın perzenti, mesela bizdeki yüzümüzden Uygurlar'ın işini çıkan, milletki tesir gösterken tarihini, ülemalarımız, alimlerimiz sorsa, hatta Yusuf Has Hacip, Mehmet Kaşgari, Edep Ahmet Yükneki, Abdülkadir Damallam, Katarlıklarını sorsa mesela nurgulları cevap veremeydi mesela. Bu şu işlere bek dikkat kılış gereken. Biz çokum en güzel ülgüge ballarımızı bağlaşmamız gerek. Bizden eliş gerek ülgünü. Bizden eliş gerek. Bizdenki yürüş duruşumuzdan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki koyup ketken güzel sünnetinden ülgü eliş gerek. Eğer bir şu ülgünü biz bilemesek, onu halgan yerden aldı. Kocalardan aldı, televizyondan aldı, internetten aldı, Google'dan aldı, hem yerden aldı. Bu bir mesele. Her qanday bir ata-ona o'ylab beqishga tegishli bir masala. Alloh taolo hammamizni o'zining mas'uliyatini to'liq ado qilgan mu'minlardan qilsin. Amin. Qadrli ko'ruvchi qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.